Bugun sizlar bilan eng ko'p sotilayotgan premium darajadagi top 3 spalniya komplektimizni obzor qilamiz. Bu oddiy mebel emas, balki aristokratik klassika. Qarshingizda royal komplektimiz. Oyoqlari yong'oq daraxtidan va burchak qismlari riflonli qilingan. Shkafi baland bo'yli, ichki qismi bo'lsa standart 6 eshikli. Kravati shohona, naqd 1,5 metr qilib ishlangan. Bu modelimiz haqida bir sirni ochaman. Bu rostdan ham eng ko'p sotilgan model. Qarshilada Italiano. O'zgacha uslubda ishlangan podsvetkalari e'tiboringizni bittada o'ziga tortadi va tryumo qismida shunday yashirin zonalari ham bor. 4x4 va 5x4 xonalarga a'lo tarzda joylashadi. Agar siz klassika emas, balki o'ziga xos dizaynni tanlasangiz, unda sizga Imperial modelimizni taklif qilamiz. Fasad qismida ishlatilgan naqshlar o'ziga sizni bittada tortadi. Komplektda sharqona uslubda ishlangan chesterlar ham bor. Mexanizmlari tandem, hashamatli ko'rinishdagi kravati bo'lsa, teddy materialdan ishlangan va xavfsizlik to'liq ta'minlangan. Xo'sh, qaysi modelimiz sizga ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Narxni bilish uchun plyus qoldiring.